Yuksalishdan kelajakka ilk qadam nomi ostida o'tkazilayotgan savodxonlik bayramimizda barchangizni ko'rib turganimizdan benihoya xursandmiz. Bolajonlarimizning ilm sohasidagi ilk yutuqlaridan birgalikda xursand bo'layotgan ota-onalarimizga o'zgacha ehtirom, ularga ilm ulashayotgan ustozlarimizga esa ulkan rahmatlar yog'dirib qolamiz. Demak, azizlar, biz bayram tadbirimizni boshlashga tayyormiz. Bizning mana shu yoshlarimizning ilk yutuqlaridan qanday quvonayotgan bo'lsak, kelajakda ularning nafaqat O'zbekistonning, balki dunyoning nufuzli universitetlariga uchirma qilayotib ham mana shunday quvonch bilan birgalikda chiroyli davra qilish barchamizga nasib etsin, azizlar. Demak, boshlashga tayyor bo'lsangiz, bitta chiroyli qarsaklar bilan boshlab olamiz tadbirimizni. Rahmat. Ana endi esa tadbirimizni ochib berish uchun ulkan hurmat ila ustozimiz Yuksalish maktablari asoschisi Muhammad Ali Eshonqulovga marhamat. Assalomu alaykum barcha mehmonlar, ustozlar, ota-onalar, aziz o'quvchilar. Bugun mana shu jajji birinchi sinflarimizning eng hayajonli kunlaridan biridamiz. Jajji deganimga qaramasdan bularning qalbi rosa buyuk, katta odamlar deyman. Hammalari bilan xuddi bir sohani mutaxassisi, bir buyuk odamni ko'rib qolgandek gaplashishga harakat qilaman. Yaqinda bir video ko'rdim. Bir ona farzandini tarbiya qilganini videoga olgan. Birinchi kundanoq rasmlarni ko'rsatib, sonlarni, ranglarni, so'zlarni o'rgatib boshlagan. Birinchi oy, ikkinchi oy, uchinchi oy qilib, 1 yoshida haligi bola gapirib, sanay oladigan, so'zlarni ajrata oladigan yoshga kelgan. 2 yoshda nima bo'ladi, 3 yoshda nima bo'ladi, uni vaqt ko'rsatadi, lekin shuni tushundimki, bolani hech kichkina sanamasi kerak ekan. Hozir 7 yosh bolalarimiz sizlarga, sizni ham meni ham aqlim ko'tarmaydigan, yuqori balog'at va fasohat bilan yozilgan baytlar o'qib berishadi. Doim niyatim bor edi, maktab ochgandan beri. Inshaalloh bir tajribamiz yig'ilib, ma'lum bir joyga yetgandan keyin alifbe bayramlaridan boshlaymiz islohotni. Qayerdagi mazamatrasi yo'q, suv yo'q. Bir eshitsa vaqt ham zoya bo'ladi, yodlasa xotira ham zoya bo'ladigan she'rlar bilan emas, umrini biz uchun yashab o'tgan, kerak bo'lsa shu turmush ham qurmasdan yoki sarson sargardonchilikda, musofirchilikda yashab shu avlodlarimga yetib boradimikan deb she'rlar, asarlar yozib ketgan Mirzo Bobur bobomiz hamda Hazrat Navoiy bobomiz bugun ruhlari rosa shod bo'ladi deb o'ylayman, chunki ularning ijodlarini qadrlaydigan yoshlar o'sib unyapti. 7 yosh bolalarni hech yosh sanamayman. Chunki Navoiy bobomiz ko'p aytaman, Mantiqut Tayyarni 4 yoshda yodlab olgan. 4 yosh bola nima hozir tili riga chiqmay turgan bola. Mantiqut Tayyar o'qiganlar bormi oramizda? Qo'l ko'taraylikda. Farid Attorning asari hozir 30-40 ga 50 ga kirib o'qisangiz katta ehtimol bilan tushunmaysiz. Chunki uning uchun juda katta bagaj kerak bo'ladi. Ma'naviy bir daraja kerak bo'ladi. 4 yoshlar bola uni o'qish yo'qda tursa yodlab tugatgan. Hadeb qo'lidan qo'ymaganini ko'rib, ayasi, dadasi, shu G'iyosizning kichkinalar yashirib qo'yadi bu kitobni. Yashirganda yodlab bo'lgan bo'ladi. Yoddan juda katta kitob. Ya'ni Qush mantig'i degan falsafiy, majoziy tasavvufga oid kitobni hozir 40 ga kirgan odam tushunmay turgan bir kitobni 4 yoshar bola tushunishligi albatta bu uydagi ota-onasini ilmiy muhitda juda go'zal ta'minlagandan dalolat. Shuning uchun biz maktab imkon qadar maktabda shu muhitni yaratamiz. Siz ham uyingizda xuddi shu muhitni yarating. Ahli ilmlarni, ahli fazillarni, bir sohada mutaxassis bo'lgan odamlarni uyingizga mehmon qilib, G'iyosning kichkinaga o'xshab uyingizda ilmiy kechalar tashkil qilib turing. Telefonlarda televizorlar yig'ishtirib qo'yib, bir yoshi ulug' odam suhbat qilsin, qolganlar eshitsin, yosh bolalar xizmat qilsin. Juda ko'p hozirgi zamon olimlarini qanday shu darajaga yetishgansiz desa, hammalari shu uyimizga shu falonchi olimlar mehmon bo'lardi. Biz ularni qo'liga suv quyib duo olganmiz. Suhbatlarda u eshik tagida o'tirardik, choy tashirdik, boshqa qilardik. Shuni eshitib biz olim bo'lib qolganmiz. Keyin xizmat orqasidan biz haqimizga ko'p duolar qilishgan, shu duolar orqasidan odam bo'ldik deyshadi. Biz o'zimiz ham shuni qisman yashagan odam sifatida aytamanki,
ota-ona olim bo'lmasa ham, ota-ona dunyoni bir o'zgartirib yuboradigan bir buyuk bir kashfiyotchi bir odam bo'lmasa ham, lekin dunyoni o'zgartirishga har doim qurb yetadi. Faqatgina bitta narsa kerak unga. Diplommi yo'q, ko'chadagi ishmi yo'q, ixlos kerak. Ota-onada ixlos bo'ladigan bo'lsa, ahli ilmlarga, shu o'qituvchi degan zotga, ustoz degan zotga muhabbat bo'ladigan bo'lsa, bolasi olim ham bo'ladi, kashfiyotchi ham bo'ladi, milliarder ham bo'ladi, eng katta bir odam ham bo'ladi. Inshaalloh Navoiy hazrati yoshiga yana 3 yosh qo'shadigan bo'lsak, mana bizni qahramonlarimiz yosh kelib chiqadi, 7 yosh. Hozir men ertaroq kelib tayyorgarlikni ko'rib turdim. Sizni ko'nglingizga kelishi mumkin. Bu yoshiga yetmaydigan katta she'rlar aytyapti, o'zi tushunyaptimikin deb. Ha, inshaalloh hozir yodlayversin, keyin tushuntirib qo'yamiz biz, xudo xolasa. Shu narigi ani hammangiz bilasiz, siz nima qilasiz? Aziz Alisher bir narsa degan she'rda 1000 marta yaxshi. Uni tushunadi u yosh bola. O'shaning uchun hozir xotirasini agar biz to'g'ri narsa bilan to'ldirsak, inshaalloh kelajakda mana shu so'z insonni hissiyotiga ta'sir qiladi. Hissiyot harakatiga ta'sir qiladi. Harakati odat shakllantiradi. Odatlar keyin taqdirga aylanadi. Biz mana shunday buyuklarning so'zlarining buyugidir degan shior ostida bugun savodxonlik bayramimizni boshlaymiz. Biz qo'zichoqlarimizga omad tilaymiz. Bular mabodo tutilib qolsa, tutilmaydi ham inshaalloh. Mikrofon ishlamay qolishi mumkin, texnik birorta nosozlik bo'lsa, qo'llab-quvvatlab turamiz. Hozirgi xuddi qasak chalganingizdek. Rahmat. Rahmat ustoz. Endi esa sizlar biz kechamizning qahramonlarini qarshi olishga tayyormiz. 1-sinf o'quvchilari Abdurahmon Jomiy hamda Xo'ja Ahmad Yassabiy sinfi o'quvchilari Guldiroz qarsaklar bilan qarshi olamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, muhtaram ota-onalar, davramizga tashrif buyurgan aziz mehmonlar. Bizlarning savodxonlik bayramimizga xush kelibsizlar. Bugun biz uchun baxtli kun, chunki biz savodli bolalarga aylandik. Biz alifbe kitobini tugatib, o'qishni, yozishni o'rgandik. Mehribon ustozlarimizga tashakkur.
Здравствуйте, уважаемые учителя, уважаемые родители, гости нашего мероприятия. Добро пожаловать на наш праздник грамотности. Сегодня для нас счастливый день, потому что мы стали грамотными детьми и закончили азбук и научились читать и писать. Спасибо нашим добрым учителям. Hello, dear teachers, honorable parents, beloved guests. We are so happy to have you join our Sesti celebration. Welcome. Today is a joyful day for all of us because we're all now readers and writers. We have finished the alphabet book and learned to read and write. We would like to express serious and appreciation to our kind teachers. 안녕하세요. 선생님, 부모님, 친구들, 우리 문화 축제와 주셔서 감사합니다. 오늘 우리는 행복해요. 왜냐하면 이제 글을 읽어 쓸 수 있어요. 우리는 알파벳 책을 다 배웠어요. 친절한 선생님, 감사합니다. السلام عليكم أيها المعلمون المحترمون وآباء المحترمون والضيوف الأعزاء الذين شرفوا بحضورهم. مرحبا بكم في حفلنا بمناسبة تعلم القراءة والكتابة. إنه يوم سعيد ومميز بالنسبة لنا لأننا أصبحنا اليوم أطفالا متعلمين مجيدين للقراءة والكتابة. نشكر من أعماقها قلوبنا معلمين الأعزاء الذين بذلوا الجهد وملأوا قلوبنا حبا وعلما وصبرا. Bayram istedim.
Azim ayla sabo yetkul xandonimga, ne gulliki quyoshdek mahi tobonimga, yetkil dog'i ishq ila bobur dil, zinhor degil salom tuqqonimga. Beqaytmen o xarobe, siyim ermesmen, ham mol yığıştırırlayım ermesmen. Kabul dip qomat qildi Bobur dersiz, andoq demangizlar ki muhim ermesmen. Dushbarigi bu dahar zabardast qilur, Nahmat bayidin bir necha kun mast qilur. G'abiba kiyat ko'rsa boshini ko'kka, oxiri yana yer gibi oliy past qilur. Ey gulmanzor etma ki xushning chamaningda, ko'zni yumib ochguncha bu gurzor topilmas. Bobur sen chun yor dedi, yorug' aytgan, olamda har kishiga yo'q esa yor topilmas. Farzand ato qilgan shu odat qilg'ay, ul oda ila kasbi saodat qilg'ay. Har kimki atoga ko'p rioyat qilg'ay, o'g'lidan anga bu ish siroyat qilg'ay. Gal oshiq etse mehvafo qilmag'as, dard istasa davo qilmag'as, jon usol mutlaqo qilmag'as, dildoringdan g'ayzo qilmag'as. Har kimki vafo qilsa vafo topqusidir, har kimki jafo qilsa jafo topqusidir. Yaxshi kishi ko'rmagay yomonlik hargiz, har kimki yomon bo'lsa jazo topqusidir. Ishqingda ko'ngil harofdir menni qilay, hajringda ko'zim birobdir menni qilay, ismim aro peju topdi menni qilay, jonimda ko'p istirofdir menni qilay. Jonimni o'zga yori vafodor topmadim, ko'nglimni o'zga mahrami asror topmadim. Jonimni o'zga joni dilafkor ko'rmadim, ko'ngil kabi ko'ngilni giriftor topmadim. Kim istasa saltanat, sahodir an yashar, har va'daki aylasa vafodir an yashar. Kim faqir talab qilsa fanodir an yashar, Ollig'a ne kim kelsa rizodir an yashar. Lalidan jonimga o'tlar yoqilur, qoshi qaddimni jafodan yoqilur. Men vafosi va'dasidan shodman, ul vafo bilmanki qilmas yoqilur. Mehr ko'p ko'rgizdim, ammo mehriboni topmadim. Jon basi qildim fido, oromi joni topmadim. G'am bilan jonimga yetdim, g'am gusore ko'rmadim. Hajr ila dil hasta bo'ldim, dilistoni topmadim.
al dedi. Olma birla bu ko'ngilni al dedi. Sursam ersa olmasini rangini, olma rangini sursan al dedi. Pirovard davlat ilmda erar, jaholat bir balo ilmda nur erar. Fursat topilsa ilm olgan ey dost, vatan obod bo'lar, ilmda budir erar. Qaro ko'zim kelu mardumlik endi fan qilg'il. Ko'zing qarosida mardum kibi vatan qilg'il. Yuzing gulida kongur ravzasan yasa gulshan. Qading xonga jon gulshanin chaman qilg'il. Rahnamo bo'ldi ilm jaholatga, ruhim topdi orom nur yo'liga. Ravnaq topur el bilim yoyilsa, rangin bo'lur diyor ma'rifat ila. So'zdir ki nishon berur o'likki jondar, so'zdir ki berur jonga xabar jonondan. Insonni so'z ayladi judo hayvondan, balkim go'har sharifroq yo'q ondan. Tuz Zahiriddin Muhammad Bobur, yuz Zahiriddin Muhammad Bobur. Sarishtayu Ayshiddin ko'ngilni zinhor, uz Zahiriddin Muhammad Bobur. Ulhatki andasini seni men yod etkayman, ko'z oqinil qashki savod etkayman. Kipriklardan anga qalam roz qilib, ko'z qarosidan anga madad etkayman. Vaslidan so'zlarga yo'qyoramanya, hajar aro rahim aylagil yoramanya. O'qib yetib ko'p yeman yoramanya, marhama lutfim bila yoramanya. Hijron aro yod etib meni shod ayla, mahjur ko'ngilni g'amdan ozod ayla. Bu xatni aning uchun bitdim munda, ko'rgan sayohatimni meni yod ayla. Yod etmez emas kishini mehnatda kishi, zot etmez emas ko'ngilda g'iybatda kishi. Ko'nglim bu g'ayiblikda zot olmadich, g'iybatda sevmaz emas albatta kishi. Zohid senga hurmanga jonona kerak, jannat senga bo'lsin menga mayxona kerak. Mayxona aro soqiyu paymona kerak, paymona necha bo'lsa to'layona kerak. O'zga bo'ldi yoru mehr menga, boqidir hanuz notavon ko'nglimda ul oy ishtiyoqidir hanuz. Garchi o'zga yor istar xotirim bordir valik, jon anga manzil ko'ngil oning misoqidir hanuz. G'urbatda g'arib shodmon bo'lmas emish, el anga shafiq va mehribon bo'lmas emish. Oltin qafas ichra gar qizil gul butsa, bulbulga tikondek oshiyon bo'lmas emish. Shoh supra ostonaning 100 ili, Temaladdin nechoray 100 ili. 200 muddaydin ne g'amam, gar ishim tutsa alardan 100 ili. Sen zarurat bo'ldi qildi, sendan ayru mayli jon. Har chag'ir kim ichmasam yodim bila bo'lsin harom. Ko'z bila qoshing yaxshi, qabog'ing yaxshi, heng bila menging yaxshi, soqoqing yaxshi, bir-birni din boshdan oyoqing yaxshi. Men istagan o'z suhbatiga arjumand etmas. Men istar kishining suhbatin ko'nglim pisand etmas.
Ishqingga ko'zim xarobdir, minni qilay, hajringga ko'zim pirobdir, minni qilay, jismim arabich o'tobdir, minni qilay, jonimda ko'p istirobdir, minni qilay. Vatan der edilar, der erdim bilmay ana, endi bilsa vatan ergon, bu tarlarning shirin joni, bir jon emas isi guli, tomirlarning qoni vatan. Sensan bale bilganlarni, jorlarni jonon vatan. Books are friends, they help us grow, they teach us things we want to know. Numbers, dance and letters sing, school is such a joyful thing. Raise your hand, be kind and share, show your teacher that you care. Try your best in all you do, learning makes you smart and true. Hakkiyanan komal konan gashiya, o'ranan hamke piyoga chariya, son seniman o'ranan tuachsiya, nan mir tilgatke hakkiya kaya. يا مدرستي ما أحلاك يا مدرستي أقضي فيك كل الوقت ما إخواني ما أشبي بين الدرس والألعاب يا مدرستي ما أحلاك ما أحلاك. Поскорее звени звонок, мы тебе зажидались, ведь наш первый урок, мы год собирались. 안녕하세요, 여러분. 오늘은 설날에 대해 이야기할 거예요. 설날은 한국이 새해요. 보통 2월 말이나 2월 초에 써요. 설은 아침에는 가족과 함께 잘 지내요. 주사님께 감사드려요. 그리고 어른들께 세배를 해요. 새해 복 많이 받으세요. 라고 해요. 세배를 하면 어른들이 세뱃돈을 주세요. 이 돈을 받으세요. 그리고 맛있는 음식도 많이 먹어요. 감사합니다. 근데 독국을 먹으면 항상 더 먹어요. 네네, 여보, 맞아요. 설날은 철마 즐거운 날이요. 모두 새해 복 많이 받으세요. 감사합니다. Jaloliddin Rumiy shunday deganlar: insonlardagi go'zallik bu yuzdir, yuzdagi go'zallik esa ko'zdir. Ammo insonni inson qilgan bu uning tilidan chiqqan so'zdir. Jaloliddin Rumiy shunday deydilar: tilingni oldin qalbingni tarbiya qil, chunki so'z qalbdan kelib tildan chiqadi. Jaloliddin Rumiy shunday deganlar: yo asling kabi ko'rin, yo ko'ringaning kabi bo'l. Bobomiz Abdurahmon Jomiy shunday deydilar: jahonda bo'lmasa muallim agar, hayot ham bo'lmasin go'zal bu qadar. Bobomiz Abdulla Avloniy shunday deganlar: tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo saodat, yo halokat masalasidir.
Jaloliddin Rumiy shunday deganlar: haqiqiy do'st qo'l bilan ko'z kabidirlar. Qo'l og'riganda ko'z yig'laydi, ko'z yig'laganda qo'l uni artadi. Bobomiz Alisher Navoiy shunday deganlar: bu dunyoda abadiy qolmoq mumkin emas, biroq yaxshilik qoldirmoq bu katta saodatdir. Bobomiz Abdurahmon Jomiy shunday deganlar: kitobdan yaxshi do'st yo'q jahonda, g'amxo'ring bo'lgan u g'amli zamonda, u bilan qol tanho, hech bermas ozor, joningga yuz rohat beradi takror. Einstein shunday deganlar: hayot velosiped haydashga o'xshaydi. Muvozanatni yo'qotmaslik uchun doim harakatda bo'lish kerak. Bobomiz Abdurrahim Fitri shunday deydilar: tarbiya 3 qismdan iborat: vatan tarbiya, aqliy tarbiya, axloq tarbiya. Ozod bo'lib, hur bo'lib, har oning huzur bo'lib, shaxdingdan kun yorishsin, yuzi yorug' nur bo'lib, uyg'on o'g'lim tur bo'lib, uyg'on o'g'lim tur bo'lib, el bo'lsa yigit jon, sel kabi jo'shar qon, vatan desa dunyoni, ikki chetga sur bo'lib. Güzel bulsan, tas içine susar bulsan, gönlüski güzel bulsan, Alman unta kurtulun, kızning ilim maktabi, bo'lgan dünya matlabı, Buxoriy bobong kabi, qilgin tafakkur olim, aflakdan yuz olim, bu hammadan zo'r olim, uyg'on o'g'lim tur olim. Qulubek osmonida, yulduz bo'l ayyomida, derundek ummonida, bo'lmalar yetur. Allohning baxt kamosi, ajdodlarga bo'l hosil, Bibi xonim momosi, bobosi Temur o'g'lim, uyg'on o'g'lim tur o'g'lim, uyg'on o'g'lim tur o'g'lim. Yo'lingda qancha choqlar, uyg'onmasliging xohlar, sen desa shunday chog'lar, bo'l qaytmas jasur o'g'lim, uyg'on o'g'lim tur o'g'lim, uyg'on o'g'lim tur o'g'lim. Yashayibni sha'nim deb, har yerim chaqarim deb,
Haqqdan yuz o'g'lim, ol hammadan zo'r o'g'lim, imom o'g'lim, ko'p o'g'lim. Ma'noli shirin so'zi, oftobdan nurli yuzi. Bilasizmi bolalar, qani alfiy o'zi? Do'stlaring senga mushtoq, alifbejon kel tezroq. Eng birinchi do'stingiz bu men alifbe bo'ldim. Savodingiz chiqarib maqsadimga erishdim. Men sizni sevar edim, mehrimni berar edim. Harflarni tanitib ongiga qo'yar edim. Bilamas ham meni yaxshi ko'rib qolgansiz. O'qib har bir sahifam dono bo'lib olgansiz. Xayr, endi do'stlarim, men endi kitob bo'ldim. O'qish kitobi sizga do'st qilib qoldirar bo'ldim. Men o'qish kitobiman, ko'p o'qish kitobiman. Sizlarga do'st bo'laman, ongingiz oshiraman. Meni varaqlab ko'ring, mag'zimni chaqib ko'ring. Sahifamdan ne bo'lsa berilib o'qib ko'ring. Alif B do'stim sizda maqtagandek ko'rayin. Gapi bilmadim yalg'on, rostligini silayin. Bilaman sizlar meni varaqlab o'rganasiz, yaxshi g'ayrat qilgansiz. O'qib olim bo'lasiz. Salom o'qish kitobi. Xush ko'rdik seni juda. Hurmat qilib yaxshi ko'rib o'rganishga so'z beramiz. Siz bu yerda Amir Temur, Mirzo Ulug'bek, Ibn Sina, Abu Rayhon Beruniy, Al-Maturidi, Al-Marg'iloniylarni uchratasiz. Bugungi bayramimizga tashrif buyurgan marhamat kutib oling. Aziz bolalar, men Abu Mansur Maturidi bo'laman. 870-yilda Samarqandning Matur qishlog'ida dunyoga keldim. Hadis ilmini o'rganib, bilimlar mamlakatidan joy oldim. Men esa Buxorodan Marg'iloniydurman. 23 sentyabrda Marg'ilonda tavallud topdim. Islom dinini, shariat qonunlari, fikr ilmini o'rgandim. Bizlarni yod etib, ona yurtimizda to'ylar qilinayotganini ko'rib, g'oyat quvondik. Bu to'ylarni uyushtirayotgan ustoz va ota-onangizga rahmat deymiz. Kelgusida aqlli, dono, ziyrak bo'linglar. Ko'p bilimlar egallanglar.
G'urbatda g'arib shodmon bo'lmas emish. El anga shafiqu mehribon bo'lmas emish. Oltin qafas ichra gar qizil gul bitsa, bulbulga tikondek oshiyon bo'lmas emish. Ay baba, isming nima? Mening ismim Alisher. Sen qanday qushsan? Ayt qushcha. Go'yoman. Hozir sen men haqimda she'r ayting. Uni kim ijod qilgan? Men ijod qilganman. Yaxshi she'r ekan. Sen shoirmisan Taxallusim yo'q. She'ringda ajoyib qo'ynavo bor ekan. Shoir bo'lsang taxallusdan da. Chiriq. Hayır, yosh shoir. Bulbul go'yo qiziq gap aytdi. Dar haqiqat o'zimga taxallus tanlayman. Uning ko'ynavo degan so'zi yo'qdi. O'zimga Navoiy deb taxallus qo'yaman. Do'ppi kiymay qo'ydi odamlar, beshoir va nosiydan boshqa sochlar silliq qadamlar, u og'irlik qilyapti boshga. Roz do'ppilar, yolg'on do'ppilar, kinolarda qolgan do'ppilar, cho'z do'ppilar, anjon do'ppilar, munchoqdagi marg'ilon do'ppilar. Do'ppi kiymay qo'ydi odamlar, na uyda va na ko'chada. Mirtemurlar, g'afur g'ulomlar, yechgan do'ppi qoldi to'kchada. Do'ppi kiymay qo'ydi odamlar, ko'ngil esa ko'rmoq tusaydi. Madaniyat gullagan damlar, kallaga e'tibor susaydi. Do'ppi kiymay qo'ydi odamlar, Versoyi bir nosirdan o'zga. Men ham berdim sizga savola, silab hamda bostirib kuzga. Bu qarnayin go'rguli savdo do'ppi kiymay qo'ydi haloyiq. Boshqa loyiq do'ppi yo'qmi yo? Bosh qolmadi do'ppiga loyiq. Xonzodalar chetga o'tsin, oilada bunday maqom bitta o'zi, malikalar ham jim tursin. O'rnini hech kim bosolmas, uni hech alishib bo'lmas. O'rnini hech kim bosolmas, uni hech alishib bo'lmas. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Mana faqat u bilan mani borimcha ko'rar. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Mana faqat u bilan mani borimcha ko'rar. Qirolicha, qirolicha. Do'stlarim chekkada tursin, menga o'tarkin qalb. Kimning so'zi, yorim ham indamay tursin. O'rningiz hech kim bosolmas, sizni hech alishib bo'lmas. O'rningiz hech kim bosolmas, sizni hech alishib bo'lmas. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Qirolicha, bu
hiç kim bozolmaz. Onu hiç alışıp olmaz. Onu hiç kim bozolmaz. Onu hiç alışıp olmaz. Kraliçe, bunları anam bular. Kraliçe, bunları anam bular. Bana fakat bular. Bana bağırınca kurar. Kraliçe, 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 bunları anam bular. Kraliçe, bunları anam bular. Bana fakat bular. Bana bağırınca kurar. Kraliçe, kraliçe, Men dünyanın bakıldım. O'zing yonimda jahanim. O'zimga bek, o'zim sulton. Sen taxti Sulaymonim. Yolg'izimga yomon berma. Tog'imga qo'shonab berma. O'zing mening ulug'lardan. Ulug'san. Sen hujjatsan chigitlarga. Darvozasini ochmayman. Javobmalik orqasidan. Sirdaryoga sakragan. Muqarnasdan qora suv. Olovlarga sakragan.
kichkintoylarimizni maktab hayot ostonasiga qadam bosishlari qutlug' bo'lsin. Bilimning eng yuqori cho'qqalarini egallashsin. Olimalar bo'lishsin, buyuk insonlar bo'lishsin. Mana shunday ajoyib tadbirni tayyorlagan avvalo ustozlarimizga, shu bilan birgalikda qo'shilib tayyorlashgan ota-onalarimizga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Yana bir bor mana shu bayram hammamizga muborak bo'lsin. Sog' bo'lingizlar. Har yuzingizni Alloh taolo bu insoniyatni jaholatdan chiqarib, jannatga chiqadigan adolatni o'rnatib, mazlumlar haqoratlarini bir buyuk inson jo'natadi. Shunda shogirdlar so'rashadi, ustoz hozirgi yuzingizni kim o'sha kishi? Bilsangiz ayting, xizmatini qilaylik, yoniga boraylik desa, ustoz aytadiki, shu joyda xato qildingiz. Siz o'sha insonni o'zingizdan tashqaridan qidirib boshlashasiz. Aslida o'sha inson menman deb harakat qilishingiz kerak. Umuman yoshlarga men mana shu narsa aytgan bo'lardim. 100 yilda keladigan eng buyuk inson siz shuni his qiling, shuni tushuning. Rahmat aziz ustozlar, ota-onalar. Mana shu bilan sizlar uchun tayyorlangan nomerlarimiz, ya'ni chiqishlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bitta chiroyli gulduros qarsaklaringiz tayyorgarlik ko'rgan ustozlarimizga, o'quvchilarimizga, barchasiga. Tadbirimiz so'ngida esa yana bir bor ustozimizga yuzlanmoqchiman. Chiroyli sovg'alarimiz bor ekan, ularni topshirish uchun o'quvchilarimizga ularning savodxonliklari chiqqanligi uchun ularga maxsus demak, sertifikatlarimizni topshirish uchun marhamat ustoz, keling. Bir. Xo'p. Bugun juma, hammaga muborak bo'lsin. Bugun hozir tadbirdan chiqib jumaga boramiz. Imom domlalar ma'ruza qiladi. Lekin hozir tadbirda o'tirib shunday ta'sirlandimki, uncha-muncha jumada ustozlar ma'ruza qilgandan kuchliroq bo'ldi. Yosh bola mana insonni gapini ta'siri amali bilan bo'ladi-da. Ming afsuslar bo'lsinki, g'aflat bosib, amalsizlik yetib, keyin gunohlar sababli qalbi shikastlanib, insonning gapini ta'sir bo'lmay qoladi. Bu bolalarni gunohi yo'qligigami, yuzdagi nurigami, og'izdan chiqayotgan har bitta gapi deng, bir hikmat bo'lib chiqyapti. Bizni rosa ta'sirlantirdi. Baraka topsinlar. Hozir o'quvchi birinchi oilalarni tabriklab qo'yamiz. Chunki har bitta muvaffaqiyatli bolaning orqasida albatta bir ota-ona turadi, ixloslik, yuqorida aytdik buni. Hurmatli Muhiddinovlar oilasi. Farzandingiz 1-sinf o'quvchisi Muhiddinov Muhammad Rizoning o'tkir zehni, a'lo baholari va bilimdonligini, topqirligini yuqori qadrlaymiz va bu uchun sizga o'z tashakkurimizni izhor qilamiz. Yuksak ehtirom ila Muhammad Ali Ishonqulov ushbu sertifikat tashakkurnoma topshiriladi Muhiddinovlarga. Marhamat. Ko'psiz. Rahmat, muborak bo'lsin. Alloh siylasi. Rahmat. Katta rahmat. Xuddi shunday tashakkurnoma Saidqulovlar oilasiga Jamshidxonning onalari yo otalari kelgan bo'lsa, chiqsinlar. Bu ular farqi yo'q. Kim kelsa ham Saidqulovlar bormi? Yo, bolam katta bo'lib qolding. Ha. Boshqa Saidqulovlarim bormi? Keling. Mana. Rahmat. Akamga salom ayting, rahmat ayting. Shu yerda ekan. Ota-ona birga kelishi hozir juda nodir holat bo'lib qoldi deng. Izzatovlar oilasi, Masturxonning otasi, onasi shu yerda bo'lsa, marhamat. Izzatovlar oilasi. Keling. Muborak bo'lsin, baraka toping. Rahmat. Qani inson umri davomida bunaqa tashakkurnomalar ko'p oladi-da. Eng qiymatlisi shu farzandi nomidan olgani. Xo'p, Qarshiyevlar oilasini taklif qilamiz. Parizodani onalari yoki otalari kelgan bo'lsa, Qarshiyevlar oilasi. Marhamat. Kelganmilar? Keling. Bu kim bo'lsa? Rahmat kattaga. Boriga shukr. Endi hamma bolalar chiqib olsin bu yoqqa. O'quvchilarimiz tayyor. Ha. O'quvchilar, ha, aylanib ketdi. Biz tepaga chiqib boramiz. Aytib beramiz.
Qo'shchoqlar, men e'lon qilaman siz familiyani, oldinga chiqamiz, sertifikat bitta burchagini ushlaysizda. Bu yoqqa qarab Gollivudskiy ulыбка deydi. Chiroyli tabassum qilasizlar. Keyin bular qasik chaladi, shu bilan qaytib boraverasiz, maylimi? Xo'p. Bu hayotida eng ilk olayotgan tashakkurnomalari ko'pchilikda, shuning uchun zo'r taassurot bo'lib esdalik bo'lib qolsin. Ma'qulmi? Birinchi bir mazmunni o'qib beraman, keyin ism familiyalarni o'qib ketaveramiz, mayli? Xo'p. Boshqa muzika qo'ying. Yo, o'chirib qo'ysangiz mayli. Inji qarayapman shekilli. Xullas, savodxonlik guvohnomasi. Taxminan ko'rinish mana shunaqa. Qadrli o'quvchim, siz endi ona va vatan so'zlarini yoza olasiz. Kitoblarni o'qiy olasiz. Bu ilk yutug'ingizni Yuksalish maktabida nishonlayotganingizdan biz ham xursandmiz. Kelgusida ham a'lo baholar va go'zal axloq hamrohingiz bo'lsin. Alifbeni muvaffaqiyatli tugatganingiz uchun savodxonlik guvohnomasi bilan taqdirlanasiz. Hurmat bilan Yuksalish maktablari asoschisi Muhammad Ali Shonqulov, maktab direktori Azizbek Musulmonqulov hamda sinf rahbari ustoz dedan boshlar ismingiz nima edi? Dilshodaxon ustoz Nurova. Demak, ushbu savodxonlik guvohnomasi topshiriladi Pardaboyev Shohruxga. Marhamat. Shohruh. Aylanib keting, keling. Bu yoqqa qaraymiz. O'rtaga rasm chizamiz. Hoppa. Rahmat. Katta rahmat. Keling. Siz joyingizga o'tirasiz. Hali aybga bermasa 13 ta maktabimizda 1000 ga yaqin xodim ishlaydi. Ko'pini ismlarini bilamiz. Yangi haligi kelgan ustozlar bilan endi tanishamiz. Nurmurod va Gulyuzxon. Nurmurod va Gulyuzxon. Keling. Voy, Gulyuz ekansiz. Rahmat. Beraveramiz. Izzat va Masturaxon. Keling asal. Voy, sizga berdikmi Izzatovlar oilasi deb. Nur Muhammad tayyorlantiramiz. Pastdagilar chiqib tursin, oldiroq biraz. Qani? Rahmat. Nur Muhammad Muhiddinov, marhamat. Keling. Aynan keling. Pastday bo'l, orqaga chiq. Yo'q, orqaga chiqadi. To'g'ri. Rahmat. Pastday bo'l, orqaga chiqaramiz. Tez, men shu orqaga turib olingizlar. Bahromjonov Miraziz. Bahromjonov Miraziz, keling, aylanib keting. Qarsaklar. To'g'ri bering menga. Saidov Ulug'bek. Ulug'bek Saidov, bormisiz? Aylanib keting. Rahmat. Norxo'jayev Pir Muhammad Xo'ja. Ismingiz juda go'zal ekan. Rahmat. Almirzoyev Ibrohimjon. Almirzoyev Ibrohimjon. Marhamat. Raupov Sarvarbek. Sarvarbek. Mana, o'ylanib ketdi. Har ko'rishganda men tanidingiz bu so'z dedi. Rahmat. Davronova Soraxon. Sora qizim qani meni. Keling, voy aylanib ketdi. Baraka toping. Rahmat. Rahmat. Madilloyev Ibrohimjon. Qani, voy aylanib ketdi, keling. Sertifikat pastroq ishlaymiz, mayli rasm uchayotganda. Mana bechara fotograf akamiz tinab ketdi. Rahmat. Abduqayimova Soliyaxon. Soliya qizim qani meni. Tez keling, voy aylanib ketdi. Mana shu pastroq ishlaydi. Rahmat. Rustamov Umarjon. Umarjon Rustamov. Keling, voy aylanib ketdi. Men ham 25 yillar oldin T harfi bo'lganman. Suyundiq Asilbek.
Asilbek, keling. Rahmat. Savodxonlik guvohnomasi beriladi. O'rolov Akramjonga marhamat. Akramjon, qani siz? O'yin. Rahmat. Mavlonova Farzonaxon. Ming, masalan. O. Gulyamova Munisaxon. Hoppa, rahmat. Rahmat. Muhammad Sodiq Sagdullayev. Mana aylanib ketdi. Jamshidjon Saidqulov. Saidqulovlar, voy. Otamizga rahmat. Nurbek Hamroqulov. Hamroqulov Nurbekjon. Ibragimova Muslimaxon. Bormilar? Muslima qizim, aylanib ketdi. Rahmat. Muslima keling, mashina tushamiz. Tez kel. Rahmat. Xo'p. Abdurahmatova Ominaxon. Omina qizim, qani siz? Keling. Voy. Aylanib ketdi. Mana. Siz Fuzayl singlismisiz? Qani yasal. Omina pasmas. Rahmat. Qaybullayeva Sabinaxon. Sabina qiz, o'ylanib ketdi mana. Rahmat. Samiyaxon Rajabova. Rajabova Samiyaxon, keling. Hoppa. Rahmat. Muhiddinov Muhammad Rizo. Muhiddinovlar oilasidan u aylanib ketdi. Rahmat. Keling. Parizoda Qarshiyeva. Parizoda qizim qani meni. Keling. Voy rahmat. Rahmat. Katta rahmat. Fatima Mahmud. Fatima qizim. Mana. Rahmat. Muslimaxon Isomiddinova. Mana. Muslima qizim. Rahmat. Yasminaxon Rahmonova. Yasmina. Rahmat. Olmaganlar bu yoqqa yaqinlashtirsa, olganlar orqaga tursin ozgina. Shahzodaxon Tavboyeva. Voy rahmat. Ergash Osmonjon. Mana. Bu. Bizi jajji Preser bitiruvchilarimizga Gulros qassaklar. Alifer bitirganlar. Ustozlar, Dilshod ustoz, koordinatorlari hamda boshlang'ich ustozlarni chaqiramiz, kelsinlar. Alohida rahmat sizlarga. Keling, qo'yinglar. Hamma ustozlar. Keling, O'zbekiston qahramonlari. Men doim aytaman, bitta bolaga uyda chidash qancha qiyin bo'lsa, 20 ta bolaga bitta sinfda kun bo'yi chidash undan ham qiyin. Alloh siylasin, xizmatlaringizga rozi bo'linglar. Biz orqaga o'tamiz, bolalar oldinga o'tadi. Ha, qizlar oldinga o'tadi, o'g'il bolalar pastga tushadi. Bitta suratga tushib qo'yamiz esdalikka. Sizlarda agar rejangiz buzmasak. Amina qisib o'ting. O'g'il bolalar pastga. Vo. Yetadi, tekis hisoblangan. Keling, yana kim qolib ketdi? Aziz ustoz keling. Tezroq keyinizda qolib ketganlar. Ertaga o'zim kelolmayman deb yig'lasizlar. Sertifikat sal pastroq tushiramiz, betimiz yopilib qolmasin.
Xo'p, hurmatli ota-onalar, yaxshi e'lon bor edi. Men shu loyihani salkam bir oydan beri eshitib kelaman. Bir kun Akmal Mirzo akamiz aytib qoldi. Bizda ayni tarixda o'tgan bobolarimiz qancha hurmatimiz borligini biladi. Bir do'stimiz ayni shu o'tgan mana Mirzo Ulug'bek bobomiz, Abroyxon Beruniy bobomiz o'sha o'tgan jami' ulug'larimiz haqida animatsion filmlar tayyorlayapti. Men multfilm o'zim yasab ko'rgan odam sifatida, shu sohani sal tushungan odam sifatida aytaman, o'ta qiyin. Juda katta xarajat, juda katta harakat, mashaqqat kerak bo'ladi. O'shani xudo xolasa ishlashib, yaqinda taqdimoti bo'lar ekan, 16-dekabr kuni rosa men kutib yurdim. Biz akamiz, qizlari Abdullatif akamiz keling bitta o'rtaga. Abdullatif aka keling, sahifasiga gapiryapman. Farzandlarimiz o'qiydilar. Hamma ota-onalarga va o'quvchilarga premyerasiga taklifnoma olib kelibdilar. Juda xursand bo'ldik. Alloh silasin. Siz Akmal Mirzo akam ko'p gapirdim. Jamoangizni qilayotgan ishingizdan biz xursand bo'ldik. Zamonga moslab mana biz bolalarga ta'lim berishda hozir zamonda gamifikatsiya degan narsa bor. O'yinlar orqali tushuntiramiz ba'zi darslar. Shunday bular miyasiga ilmni ko'chirish yo'llaridan biri yana shu multfilm. Ya'ni bunga jonlantirish tarixiy bobolarimizni bu formatga o'tkazishlik hayotlarini, ijodlarini katta mehnat. Abdullatif akamning o'qishin jamoalariga bir guldiroz qasanglar bo'lsin. Biz rosa yuqori baholaymiz. Alohida taklif bilan kelibdilar, yuksalish butun oila bo'lib, ota-onalarga ham, bolalarga ham biz o'zimiz ham inshaalloh harakat qilamiz 16-dekabr kuni o'sha tomonda bo'lishlikka. Seshanba kuni kechga, xudo xolasa. Ikki og'iz o'ziga so'z. Assalomu alaykum barchaga. Men o'zim animatsion filmlar rejissyoriman. Ko'plab shu avtosarguzashtlar, multfilmlar ishlaganmiz va yana niyatimiz shu allomalarimizni tanitish va qaysidir ma'noda hissamizni qo'shish. Shu maqsadda ilm bilan shug'ullangan ajdodlarimiz, misol uchun Al-Beruniy, Xorazmiy, hammasi Farg'oniy 10 ta shu ilm bilan shug'ullangan olimlarimiz haqida va ularni bolaligi. Ya'ni maqsadimiz o'sha bolalar buyuk inson bo'lish uchun bolaligida qanday harakatlar bo'lgan ota-ona tomonidan yoki o'sha davrni sharoiti qanday bo'lgan va ular qanchalik intilgan. Asosiysi hozirgi bolalarimiz ham o'sha buyuklar ichidan bittasi bo'lishi mumkin, faqat biz unga qanday e'tibor berishimiz kerakligi va ota-onalar ham qaysidir ma'noda bir buyuk insonlar yetishtirayotgan bo'lishi mumkin va e'tibor yaxshi qaratilsa shulardan ham shunday insonlar chiqib kelishi mumkinligini ko'rsatib bermoqchimiz. Albatta tashrif buyurish mumkin, hamma kirish bemalol, bepul, hech qanday faqat farzandlari ko'rish uchun va nimadir o'zlariga ilm olish uchun mo'ljallab chiqarilgan 10 qismli film. Alloh silasin. Alloh muborak. Rahmat. Akmal akamdir dublyajda qatnashib shekilli, Akmal Mirzo akam Amir Temurga ham qaysigadir ovoz berdim dedi. Ajoyib bo'pti. Xo'p, endi ikki og'iz so'z ota-onalarga beriladi agar kimdadir o'zining tilaklari, ichida gaplar bo'lsa, mikrofon sizlarga. Uyga borib yig'lab, yumaloq video tashlamang, o'zimga kelolmayman, gapirsam bo'lar ekan deb. Kimdadir agar mabodo dil izhorlari bo'lsa, ustozlarga nisbatan, jamoamizga nisbatan, bolalarga tilaklari bo'lsa, marhamat. Ular bitta-bitta berib qo'yaverasiz keyin. Hozir qo'li zo'rg'a sertifikat tushyapti. Ikkita narsa ushlolmaydi. Hammasi o'zining rasmi tushgan haligi bakallarini hadya qilganmiz inshaalloh.
sertifikatni yon-yon qo'yib qo'yasizlar. Ota-onalar, mikrofon sizlarga, so'z sizlarga, mehmonlar farqi yo'q. Kim gapirsa? Ikki og'iz. Ikkoviga she'r deydi. Keling. Ota-onalar sizlarga qasa chaldi, endi sizlar ota-onalarga bitta qasa chalinglar, bolachalar. Qo'lni serkat bor. Assalomu alaykum ota-onalar, buvijonlar, ustozlar, rahmat. Farzandimiz mana shunday ilm maskanida o'qiyotganidan xursandman. Qizimga doim bir gapni gapiraman. Qizim, Alloh taolo farishtalarga shu ilm majlisida bo'lgan bandalar maqtar ekan. Qara, men mana Farizodani qara, farishtalarim, qaranglar qanday chiroyli qilib ilm olyapsan. Sen ilm olgani bo'lmayapsan, sen ibodat qilgani boryapsan deymanda. Men nima uchun bu maktabga berdim? Shu kitob o'qisin, kitobga mehr bersin deb. Chunki qiziqishi bor, haqiqatan ham shu so'nmasin deb shu maktabga berdim. Hammalaringizga rahmat. She'rni tashkillashtirgan sizga ham, ustozlarga ham, kecha bir gapingizni eshitdim. Ozodalik farishtalariga ham, she'rni binoni qurganlarga ham, oshpazlarga ham, hammalaringizga rahmat. Mana shu biram ajoyib tadbir bo'ldi. Shu tadbirni tashkillashtirganga ham hammalaringizga rahmat. Borlaringizga shukr. Rahmat. Ota-onalardan yana kimlar bo'lsa bemalol. Sovg'ani o'tish farzandlar. Yo'q. Ustozlargami? Ustozlarni. Ustozlarimizga sovg'alar bor ekan, ota-onalarimizni ustozlarini chaqirsak, boshlang'ich sinf. Marhamat, o'tay turib olasizlar ustozlar. Ingliz tili ustozini ham chaqiraylar. Qarsaklar bilan qo'llab turamiz. Muborak bo'lsin ustozlar. Yenisi sizlarga ham? Fotosessiya jarayonlari ota-onalar uchun davom etadi. Marhamat. Ustozlarimiz uchun ruxsat. Barchangizni e'tiborlaringiz uchun tashakkur. Omon bo'lingizlar.